Assalomu alaykum amaki. Shu dorilarni berib turing. Onam og'ir kasaldi. Onam ishga chiqishiga pulni olib chiqib beramiz, iltimos. Uka, meni ham to'g'ri tushun. Men senga qarzga bera olmayman-da. Men ham oddiy ishchiman bu yerda. Bizning ustimizda ham boshliqlarimiz bor. Assalomu alaykum, xormeylar. Xizmat. Bu bolani dorilarni berib olavering. Aka, bu bolani aytishi bo'yicha onasi kasal ekan, lekin pul yo'q ekan. Qarzga berib turing deb so'rayapti mendan. Meni ham ustimdan boshliqlar bor aka. Qarzga bera olmayman. Shunday savolda yo'qqa keyin onasining sog'lig'ini o'ylab aptekalardan qarzga dori istagan. Mayli, Alloh uchun yordam bering. Allohning o'zi mehribon. Dardini berguncha shifosini ham o'zi beradi. Bu bolani dorilar qancha bo'lar ekan? Hisoblab bering, pulini men beraman. Xo'p, bo'ladi, hisoblab beraman. Aka, hisobimiz 5165 so'm bo'lar ekan. Bu bolani dorisi. Xo'p, dorilarni tayyorlab bering, pulini men beraman. Xo'p, bo'ladi. Mana dorilar. Xo'p, uka, men dorilarni tayyorlab bering endi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Ha, men bor. Tabriklayman. O'g'lingizlar yaxshi, inshaalloh.